sotuvga CLS bananni primoy konkurenti Audi A7 S-Line keldi. 350 tadan oshiqroq ot kuchi bor menimcha. S-Line bu 2018-yil kraskasi top toza. Mana shu govdasiga, sportivniy ko'rinishiga necha litr rasxod qiladi deb o'ylaysiz shahar ichida? Noyob topilmalar kanaliga xush kelibsizlar. Videoni ko'rayotgan aka, mana bu spoilerlarni qarang. Bitta knopkasini bosib qo'ysangiz, spoilerlari ham chiqib keladi. Mashinamiz 2018-yil bor yo'g'i 46 000 kilometr yurgan. Hech qanaqa qayta jihoz emas. Ofitsialniy rastamoshka bo'lgan, dokumentalniy O'zbekistonda yurgan, kraskasi ham 100% top toza. Mashina bor, shunaqa yonib turibdi. Bezramishning oynalar, salon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. 4 ta eshik davochigi bor, Bank Olufsen akustikasi, hamma joylari ideal holatda bo'lib turibdi. Besключевой достуp, полоса удержания, xullas rosa ko'p funksiyasi bor. 2 litrli turbosi bilan solishtirmaylik. Bu 3 litr turbo, yetmaganiga gibrid. Mashinamizdan hech qanaqa ish yo'q deb aytibdilar. Balon holatlari ham, diski holatlari ham yaxshi bo'lib turibdi. Kuzovida hech qatida qirilgan, chizilgan joylari yo'q. O'zi Audi'ning emblemasi nimani naznakt qiladi? Tushunadiganlar bormi? Kommentariyga yozib ketinglar. Panorama tomigacha bor ekan. Mashinamiz shahar ichida nari borsa 7 litr, 8 litr rasxod qiladi. Bosib haydab yursanglar, sekin bemalol haydab yursanglar 5 litr, 6 litr rasxod qilar ekan. Bu mashina endi sizga shunaqa komfortni beradi. Ushbu mashinamizni narxini rosa tortishib 57 000 dollarga ko'ndira oldim. Bo'lish narxi shu deyaptilar. Egalariga chiqib, egalari bilan gaplashib, ustinglar bilan kelib tekshirib olsanglar bo'ladi. Mashina haqiqatdan yaxshi holatda ekan. Noyob topilmalar kanaliga xush kelibsizlar.